Dasturimiz davom etadi. Xavfsizlikni ta'minlash hamda aholiga o'z vaqtida suyultirilgan gazni yetkazib berish maqsadida Hudud Gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan amaliy ishlar samaradorligi oshirilmoqda. Romitan tumanidagi gaz to'ldirish shoxobchasida ham mavzu yuzasidan o'quv seminarlari o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Romitan gaz to'ldirish shoxobchasida gaz ta'minoti filiali hamda Romitan tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan joriy yilning 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri doirasida amaliy o'quv tashkil etildi. Unda ishtirok etgan mas'ullar aholiga suyultirilgan gazni xavfsiz yetkazish hamda favqulodda holat yuzaga kelganda zudlik bilan uning oldini olish ishlariga e'tibor qaratishdi. Maxsus taktik o'quv mashqlari dastlab favqulodda vaziyatlar harakat qilish xizmatlari hamda o'tkazilayotgan o'quv mashqi va dolzarb 30 kunning mohiyatini tushuntirish bo'yicha yo'riqnoma bilan boshlandi. Unda o'quv mashg'ulotining ahamiyati xususida batafsil ma'lumotlar berildi. Viloyatning suyultirilgan gaz ta'minotiga moslashtirilgan 166 mingdan ortiq aholi iste'molchilariga suyultirilgan gaz yetkazib berilishi Hudud Gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tasarrufidagi 3 ta hamda xususiy tadbirkorlar bilan sherikchilik asosida foydalanib kelinayotgan 6 ta gaz to'ldirish shoxobchalari orqali maishiy gaz ballonlar suyultirilgan gaz bilan to'ldirilib yetkazib berilmoqda. Bugungi kunda ob-havo haroratining keskin isib borilishi, shu gaz to'ldirish shoxobchalarida yong'in hamda sanoat xavfsizligi talablari asosida foydalanishni tashkillashtirish maqsadida Romitan gaz to'ldirish shoxobchasida xodimlarning bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida o'quv seminarlari tashkil qilindi. O'quv seminaridan maqsad hamkor tashkilotlar bilan birgalikda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish hamda ishchi xodimlarda ushbu vaziyatlarda harakatlanish qoidalarini yana qaytadan bir eslatib o'tib, bilim ko'nikmalarini oshirishdan iborat edi. Shundan so'ng obyektda favqulodda holat yuzaga kelganda qanday harakatlanish lozimligi borasida amaliy ishlar o'tkazildi. Bu orqali soha vakillarining yana bir bor malakasi sinovdan o'tkazilib, har xil baxtsiz hodisalarga tayyor turishligi borasida amaliy ko'nikmalar berildi. Tadbir davomida xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratish lozimligi borasida tushuntirishlar berildi. Nafaqat oylik doirasida, balki yil davomida bu masalaga alohida e'tibor qaratish, gaz ballonlarini aholiga yetkazib berish jarayonlarida xavfsizlik talablariga rioya qilish lozimligi ta'kidlandi. Hamkorlikda o'tkazilayotgan o'quvda oylik mohiyatini keng anglash va obyektda yong'inga sabab bo'ladigan har qanday holatni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga vazifalar belgilab berildi.